peshonadan ter chiqib ketyapti. Issiq zo'r. Yozda issig'ida ko'k choy, qora choy, yana poyezdda haqiqiy adrenalin, organizmni issiqqa sovuqqa chiniqtiradigan havo. Manimcha issiqlik 50 gradus bor, undan ham ortiq, lekin issiq choy shundan chekadi. Sog'liqqa foydasi bor deb o'ylayman, tez suvdan ko'ra issiqda qaynab choy ichish kerak. Maza g'o'rasi teriladi. Endi ko'k choy ichamiz, qora choy. Mazza. Quyoshni qarang. Bir ko'rsatuv. Assalomu alaykum. Mana qiyma shashliklarimiz pishdi. Nima deyapti bu? Qip-qizil gap bo'lishi mumkin emas. Kelaverasizlar. Somsachalar, tomchilar. Davron shashlik, Instagram, Telegram, WhatsApp izlayverasiz. O'rganaman deganlarga o'rgatamiz. Kelishilgan narxlarda ta'miga o'ziga 100% javob. O'zi ko'rinishdan ham bilinib turibdi qandayligi. Legenda. Davron shashlik. Kelishilgan narx